Hi everyone, welcome back. And today we'll learn lesson 44. Sağdaş yaxşımsızlar. Әмсә 43-нің давам болған 44-ге давамлаштырып кетейлі. Андақта, бұл дәрісіміз асаслық әне мәрсаңы алдың қадым өгенген şu is there any білән are there any мұшки жүміл шеклі оған дейін тайым мұйым шек өгенген әмді текстіке әмді мұшыны бүгенге бір 44-дің дәрісі бір мәшіқі бәсек. Хош, әмсә, экрандеке мұшу жүміләнеке nimi şeklinde? Sual şeklinde bir aylandırıp yapalım bala. Okay. Endi bu cümlemde sual cümle aylandırsa qanday bo'ldi desanlar, mushuningdagi bo'lishliq jumladagi some qanday qildi, any o'zgaradi, uningdagi BP'ni oldiga chiqib qo'ysak, bu jumla qanday bo'ldi desanlar, mushu sual jumlaga aylandi. Demak, there is some water in the kettle, chaynakda suv bormi? Desak, demak, is there any water in this kettle? Endi bu chaynakda suv bormi? Is there any water in this kettle? Okay. And there are some books in my bag. Meaning ki somkamda bir necha tal nima kitob bor. Endi bu ko'plik his ko'rsanglar, bu o'xshashlarni BP'ni olib o'tganimiz samqana aniq almasdan bo'ldi. Are there any books in my bag? Somkamda bir necha kitob bormi? And my kingsjo, there is some coffee in the cup. Endi demakchi stakanda azroq qahva bor. Endi stakanda azroq qahva bormi bo'lsa, is there any coffee in the cup? Is there any coffee in the cup? Okay, and stakanda azraq nim bormi? Qahva bormi? Xo'sh, and some are written exercise qaramiz arkadaşlar. Endi buningda qarab baqilgan bo'lsak, I can see some cups. Men bir necha stakanlarni ko'ra oldim, but I can't see any, glass deb berib tushunaman. Endi bu yerga sanig'ini bo'lgan ismlar bo'lib qolib qolsa, buni cho'qim demisini olib ko'plik shaklida. Shunga I can't see any glasses. Lekin mana aynak stakanlarni qanday qilamadim, ko'ramadim. I can see some spoons. Endi men bir necha qo'shiqlarni ko'ra oldim, but I can't see any box. Box degan eshik bo'ladi. Lekin eshiklarni ko'ramadim. Endi bu nima cho'qim ko'plik boxes. Sanığını bulduğunlar ki bu kalsa müşahede some any kesime çok köpükünü yazmış. Okay. Can you see some cars? His name is. Can you see some cars? Machine pick-up'larını kuralım mı? Bus yapışın ama. Dese, I can see some cars, but I can't see some buses. Men bir neçe maşinlarını kuraladım, lekin avtobuslarını qanaqlamadım, ko'ramadim. Can you see some cupboards? Okay, endi ichini qochiq shkaflarni ko'ra oldingizmi desa? Yes, I can see some cupboards, but I can't see any shelves. Okay, endi mana shelf deganimiz jazita shunami, yoki taqcha. Endi buning ko'plik shakli shelves. Oxiri f yoki f bilan oxirlashgan bo'lsa, buningga s qatganda f yoki f ni v o'zgartib, nima qatimiz? es qatimiz. I can see some cupboards, but I can't see any shelves. But I can't see any shelves. So I can see some folks. Endi men bir nechtal vilkalarni ko'ra oldim. Biroq endi nima? Taksini ko'ramadim. Bu yerda taksi deganni yana o'xshashdan sanag'ini bo'lamda, bo'ladi. O'xshashdan nima desanlar, but I can't see any dishes. Lekin men nimani ko'ramadim? Stakanlarni qanday qilamadim? Ko'ramadim. But I can see any dishes. Xo'sh, hamsa, o mashq qarsanglar, kitoblardan bor. Masalan, bread on the table. Endi bu shuni to'g'ri pishirsanlar bo'ladi. Is there any bread here? Bu yer azroq bo'lki bormi? Desa, yes there is. There is some on the table. Okay, there is some on the table. Demak, sanag'ini bo'lmaydiganlarning oldiga some ni qo'yamiz. Sanag'ini bo'lganlarning oldiga one ni qo'yamiz. Masalan, is there any milk here? Endi bu yer sut bormi? Name is? Yes, there is. There is some in front of the door. Demek o'rni bor in front of the door. Oniki narsani bor milk deb tushunami? Is there any milk here? Yes, there is. There is some in front of the door. Nima? Eshikning oldida. Water in those glasses. Endi stakanlar tushunami? Endi bu yerda suv bormi desa, bor. U stakanlar azroq bor, tushunami? Demakchi, is there any water here? Endi azroq suv bormi? Yes, there is. Bor.
There is some in those classes. Ау стаканларда qanda azraq bor. There is some in those classes. And yana cats in the park. And the cats deganimiz nima? Mushuklar. Anara in the park. Bog'chada. Demakchi, are there any cats here? We had azraq mushuklar bormi? Desa, demak, yes, there are some cats in the park. Bor. Mushu bog'chada bir nechasi bor. Demak, there are some cats in the park. In the bog'chada qanda bir necha mushuklar bor. What about pens on the desk? Mushu partning ustida qalamlar bormi? Endi bu yerda qalamlar bormi? Demak, are there any pens here? Yes, there are. There are some in front of the building. Nima desanglar? Mushu nimaniki? Binoni oldida. Yoki nima? There are some on the desk. Hamshara on the desk deganchu. Partning ustida. Demak, men desk degan partda ishxonalar, sinflardagi shu ustalni deymiz, desk deymiz. There are some on the desk. There are some on the desk. Xo'sh, hamsa bugungi darsimiz mana shu bo'lib qopti. Topshiriq so'zliklarni 20 qatimdan 30 qatimga ko'chiranglar. Undan keyin cho'qim tekst yodlamanglar. Sizlarga yanalam deydigan tavsiyalarim, bir kitobni yodlaganinglar, bolalar 10 kitob o'rgangandan a'lo. Alright? Bir kitob yodlaganlik 10 kitob o'rgangandan a'lo. Alright. See you next time.